Belgili Xonobod Avenue Jilen kompleksida Xonobod metroga yaqin joyda. 2 xona 50 kvadrat, 12 qavatli Novostroykan 10-etajida. Arzon Avto kanalida 38.900 dollarga obzor qilib beramiz. Pod'ezd eshigimizga kirganimizda o'ng qo'lda kattakon joy bor, shkaflar uchun joylab tashlab ketilgan. To'g'rida sanuzel bo'ladi. Xohlasalaringiz oshxona qilsalaringiz ham bo'ladi, o'zlaringiz tablaringizga qarab. Bu tarafda kattakon zali, bu tarafda kattakon oshxonasi. Bu tarafda ham yana xohlasalaringiz sanuzel, xohlasalaringiz oshxona qilasizlar. O'zlaringizda xoshlaringizga qarab. 2 xona bemalol chiqargan 50 kvadrat. Mana balkoni bor, balkoni ham yaxshigina. Xonobod Avenue. Hovliga qaragan qismi 12 qavatli. Bu 13 bo'ladi, bu 12. Bizniki mana shu qatorda joylashgan, 10-qavatda joylashgan. Bolalar maydonchasi bor. Mashinalar deyarli kirgizilmaydi. Hammasi shu domning orqa tarafida parkovkaga joylashtirilgan Xonobod Avenue'da. 38.800 dollarga berib olinadi, 50 kvadrat.